Farg'onada ota aliment to'lashdan bosh tortib, mudhish jinoyatga qo'l urdi. U kelishmovchilik sababli ayoli hamda farzandini o'tkir tig'li jism bilan jarohatlab, ularning hayotiga nuqta qo'ydi. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning millariga xabar qilishicha, 3-noyabr kuni soat 18:00 1991-yilda tug'ilgan erkak 1998-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'i bilan farzandi uchun aliment to'lovlari masalasida janjallashib, oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'i va 2023-yilda tug'ilgan qiziga tan jarohati yetkazgan hamda voqea joyidan yashiringan. Olingan jarohatlar oqibatida ayol va voyaga yetmagan qiz shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, u protsessual tartibda ushlangan. Xo'sh, ota necha nafar farzandlari uchun aliment to'lashi kerak bo'lgan? Ma'lum bo'lishicha, sudning qaroriga asosan otadan undiruvchi ona foydasiga 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari uchun aliment undirish belgilangan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdor aliment to'lovlarini har oyda muntazam to'lab borish haqida ogohlantirilgan. Qarzdorning mol-mulkini aniqlash maqsadida Bip-portal elektron dasturi orqali hamkor tashkilotlarga so'rovnomalar yuborilib, olingan javoblarga ko'ra qarzdorning mol-mulklari aniqlanmagan. Shundan keyin qarzdor otaning O'zbekiston Respublikasi hududidan chetga chiqishi cheklangan. Qarzdor joriy yilning 1-oktyabr kuniga qadar jami 8.337.331 so'm aliment to'lanmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47.4 moddasi tartibida to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudiga yuborilgan. Sudning qarori bilan erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Hozirgi kunda qarzdorning aliment to'lovidan bo'lgan qarzdorligi 10.487.029 so'mni tashkil etmoqda. Alimentni o'z vaqtida to'lamaslik erkakni panjara ortiga yetakladi. Endi u bir umr vijdon azobida yashasa kerak. Oxirini o'ylamay qo'liga pichoq olgani uchun.